Kissavurlik uchun javobgarlik bor. Jinoyat kodeksiga ko'ra, o'g'rilik jabrlanuvchining kiyimi, sumkasi yoki boshqa qo'l yukidagi ashyoga nisbatan sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravargacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Kissavurlikning ijtimoiy xavfliligi birinchidan uning ancha ko'p tarqalganligi bilan, ikkinchidan aybdor bevosita jabrlanuvchining o'zida turgan mulkni tortib olishi. Agar egasi o'z mulkiga suiqasd qilinayotganini payqab qolsa, unga nisbatan zo'rlik ishlatilishi xavfi tug'ilishi mumkinligi bilan izohlanadi. O'g'rilik sodir etilayotgan vaqtda kiyim jabrlanuvchining egnida yoki qo'lida bo'lishi kerak. Agar aybdor garderob yoki ilgichda osig'liq turgan kiyim cho'ntagidan ashyoni qonunga xilof ravishda olsa, bu kissavurlik emas, balki o'g'rilik sifatida baholanadi.